Tabiatdagi eng aniq me'mor kimligini bilasizmi? Albatta, asalarilar. Ular in qurishda hech qachon shoshilmaydi. Har bir uyni millimetrgacha hisoblab keyin quradi. Chunki ular biladi, bitta katak noto'g'ri qurilsa, butun in xavf ostida qoladi. Nima uchun asalarilar olti burchakli in qurishni bilasizmi? Chunki boshqa shakllarni bunday joylashtirishni va ichkaridagi lichinkaga qulay joy yaratishning imkoni yo'q. Tushunganingizdek, tabiatda mustahkam uy shunchaki paydo bo'lmaydi. U reja, mehnat va jamoaviy uyg'unlik natijasidir. Xuddi shu tamoyil ostida Yuki Asset kompaniyasi o'z loyihalarini barpo etmoqda. Bugun kompaniya 1 yil ichida 407 xonadondan iborat 12 qavatli Chinor Residence loyihasining barcha 5 ta blokini ham qurib kelmoqda. Hozir esa loyiha 12-oxirgi qavatga yetdi. Sizda esa shunday mustahkam uylarni hech qanday foizlarsiz 24 oyga bo'lib to'lash imkoniyati mavjud. Batafsil ma'lumot olish uchun ushbu raqamlarga bog'laning.